Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi Ramazon oyining birinchi kuni hammamizga muborak bo'lsin. Allohim roza tutadiganlarga kuch-quvvat bersin. Roza tutadiganlarga, xizmat qiladiganlarga ham sabr, toqat, kuch-quvvat bersin. Bugun sizlarga gullarimni hammasini emas, bir qismini ko'rsatib o'taman, ya'ni kichikroq holatdagilarni ko'rsataman va o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Oldingi holati va hozirgi holatini solishtirish uchun ham bitta bahona bo'ladi. Kanalimni muntazam ravishda ko'rib borayotganlar biladi. Bu gullarni oldin qanaqa holatda edi, hozirgi holati qanaqaligini solishtirishlaringiz uchun mana shu videorolikni olishga qaror qildim. Bu singonium guli. Qo'shnimdan bittagina qalamchasini olib kelgan edim. O'sha qalamchada 5 ta barik bor edi. 5 ta barikni tanasi bilan kesib olib suvga solib qo'ydim, tomirladi va beshalasini ham bitta tuvakka mineralniy tuproqqa ekib qo'ydim. Va hozirgi holati mana shunday chiroyli kust holatda, juda ham chiroyli holatda bo'lib o'sib kelyapti. Juda oddiy gul. Agar gul boqishni endi boshlamoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa oramizda, aynan mana shu guldan boshlashlaringizni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki buni boqish juda ham oson, parvarishi juda oson. Hech qanaqa qiyinchiliklarga uchramaysiz. Xohlagan tuprog'ingizda, hatto oddiy yer tuprog'iga ham chirinda aralashtirib ekib qo'ysangiz, gurkirab o'sib ketadigan gul. Buni men mineralniy gruntga ekkanman, fitilni poliv qilib. Mana hozirgi holati, tomirlari shunaqa o'sib ketgan. Hatto mana bu ipimizni umuman keragi ham bo'lmay qolgan, tomirlari orqali shunaqa suvda turadi va o'sha suvdan har doim suvni ichida o'ziga kerakli bo'lgan suyuqlikni ichib turadi. Yuqori namlikni yaxshi ko'radi, suvni yaxshi ko'radi, barglarga sprey teganini xohlaydi va o'ta yorug' joyni xohlaydi. Yorug' joyga qo'ysangiz barglardagi variegatniy ranglari yo'qolib ketmaydi, chiroyli bo'lib, har xil bo'lib chiqaveradi barglari mana. Va barglari ham katta bo'ladi. Ochilmasdan, mana shunaqa ochilmasdan qolib ketmaydi. Bu yangi bargi, endi ochilishni boshlaydi. Ko'rib turibsiz, bironta bargida hech qanaqa xatolik yo'q. Hammasi chiroyli holatda turibdi. Hatto bironta bargida yara ham yo'q. Vaqtida sprey qilinganligi uchun, ya'ni suv purkalganligi uchun, har doim suvda turganligi uchun, o'ziga kerakli bo'lgan suvni tomirlari orqali ichayotganligi uchun va yorug' joyda turganligi uchun chiroyli holatda o'syapti. Mana shu guldan boshlashlaringizni tavsiya qilardim, yangi gulchilar. Endi keyingi gulimizni ko'rsataman. Keyingi gulimiz ham singonium, faqat bu rozovый sorti. Buni kesmaganimga ozgina vaqt bo'ldi va kesmaganim evaziga mana shunaqa bo'ylari uzun bo'lib, shoxlari har tomonga teshayib o'sishni boshladi. Bizga bunaqa holat kerak emas. Qaychini olamiz va gulimizni kesib olamiz. Bismillah. Mana bu qalamchasini suvga solib qo'ysak, mana bunaqa uzun holatda bo'lishi kerak emas. Iloji bo'lsa mana shu yerdan kesib olsagan bo'ladi. Mana shunaqa holatda suvga solib qo'yamiz. Mana bu vazdoshniy tomirlari tezda suvga solsangiz o'sib chiqadi va buni bemalol xohlagan tuprog'ingizga ekib o'stirishingiz mumkin. Men buni ham tashlab yuborish kerak emas. Buni ham qurigan bargini olib tashlab, shu holatda ikkalasini suvga solib qo'yib, tomirlatib ekib olsangiz bo'ladi. Endi mana bu gulimizdan ham eskirgan barglarni olib tashlasak bo'ladi. Mana bunaqa xunuk barglari bo'ladi. Ba'zida bu tabiiy hol, ba'zida urilib ketadi bir-biriga. Gullarni cho'miltirayotgan vaqtimiz yoki joyini almashtirayotgan vaqtimiz ba'zida shunchaki eskirganligi evaziga ham barglarni sarg'aytirishi mumkin. Bunaqa holatda xunuk barglarni olib tashlasangiz ham gulingizga yengillik bo'ladi, ham chiroyiga chiroy qo'shiladi. Mana shu bargi ham menga yoqmay turibdi. Pastga osilib qolibdi. Oldimga mana bunaqa idish ham olganman. Hamma musullarni ichiga solyapman. Videoga olishdan oldin ham ba'zi bir gullarimni, barglarini olib tashlagandim, lekin
oxirgi vaqtlarda qaror qildim, keling mana shu holatlarni videorolik orqali ko'rsatay muxlislarimizga va o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lsin degan maqsadda video olishga qaror qildim. Qarang, endi holati juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Bu ham fitilniy polifda. Mana tomirlari doimiy ravishda suvda turadi, mineralniy gruntga ekilgan va holatini qarang, juda ham yaxshi. Umuman yiqilib qolib, bo'ylari egilib qolayotgan joyi yo'q. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Qancha yorug' joyga qo'ysangiz, shuncha bariklari rozg'iy rangga kirib boraveradi va yuqori namlik yaratib bersangiz, bariklarda bundaqa o'ralib qolish holatlari kuzatilmaydi. Ba'zilar so'rashadi, shunaqa bariklari o'ralib qolgan, umuman ochilmaydi deb. Sprey qilib tursangiz, bariklarga suv purkab tursangiz, yorug' joyga qo'ysangiz, shunaqa bo'lib qolib ketmaydi, ochiladi oxirigacha. Bo'ldi, endi boshqa gulimni ko'rsataman. Keyingi gulimiz ayol baxti guli. Bu gulimizni ham kanalimni muntazam ravishda kuzatib borayotganlar juda yaxshi taniydi, chunki bu gulimni o'layotgan holatida keramzitlik suvga ekib, qayta tomirlatib, polni teplechkalarga olib, keyin tomir chiqargandan keyin tuproqqa ekib o'stirib olganman. Juda ham holati yomon holatda edi. Mana shu gulimni shunaqa holatga keltirguncha ancha vaqtim ketdi, lekin ketkazgan vaqtimga achinmayman. Juda ham chiroyli holatda bo'lib o'syapti. Bu ham mineralniy gruntda turibdi. Tuprog'ini mana. Mineralniy gruntni ba'zilar tushunmasligi mumkin. Lichuzapon, tialet, cerames degan shunaqa toshchalar bo'ladi. O'shalarni aralashtirib ekkanman. Agar sizda tialet, cerames degan narsalar bo'lmasa, lichuzaponni o'ziga eksangiz ham bo'ladi. Bu ham fitilniy polifda mineralniy gruntga ekkaningizdan keyin shunaqa ip qilib ekishingiz kerak. Mana shu ip orqali o'ziga kerakli bo'lgan suvni ichib turadi. Har doim suv bor ichida. Tomirlarni qarang, qanaqa to'lib ketgan. Hamma tarafida tomirlari bor. Va bu gulimiz meni xursand qilib ochilishni ham boshladi. Mana bu birinchi guli. Yana ichida gullar bor, adashmasam. Mana bir ko'zim tushgandi. Bu yoqdan ikkinchi gulini ochishni boshlagan, oppoq bo'lib ko'rinib boshlagan. Barglarning uchidagi qurishlarga e'tibor bering. Bu nimadan? Bu havo quruqligidan bo'ladi. Gulimiz yuqori namlikni yaxshi ko'radi, yorug'likni yaxshi ko'radi, suvni yaxshi ko'radi va agar bunga suv purkab turmasangiz, yuqori namlik yaratib bermasangiz havoga, mana shunaqa barglarning uchlaridan sarg'ayishlar bo'ladi. Ba'zilarda mana shu ayol baxti gulini shunaqa sarg'ayish emas, qorayib ketadi barglari. Nima uchun unaqa bo'ladi? Qachonki tuprog'ini namligini oshirib qo'ysangiz, muzdek suv berib qo'ysangiz, turgan joyi sovuqlik qilsa, xullas tomir sistemasi sovqatib qoladigan bo'lsa, gullarni barglarda qorayish, xuddi kuygandek qop-qora bo'lib qovjirab qurishni boshlaydi. Bunaqa paytda tuprog'ini tezda ochish kerak. Agar tomirlarda chirish bo'ladigan bo'lsa, tomirlarni tozalab, yuvib, chiriganlarni olib tashlab, fitosporinlik suvga 30 minutga qo'yib, tezda keramzitlik suvga ekib olish kerak. Polni teplechkaga qo'yasiz va yangi tomir chiqarishini kutasiz. Bu darslikni YouTube kanalimga qo'yganman. Kimga kerak bo'lsa, mana shu darslik chiqadi yoningizdan. Faqat bu darslikni qo'yganimizga ancha vaqt bo'ldi, sal pastda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Qidirib topsangiz bo'ladi. Xullas, mana shunaqa holatda gulimiz juda ham chiroyli bo'lib o'syapti. Barglari ham yashil, yaltiragan holatda, gullari ham juda ham chiroyli. Bu go'zallar go'zali Clerodendron gulimiz. Mana shunaqa bo'ylari uzun bo'lib o'sib ketgan. Hozir buni nima qilamiz? Bu gulimizni menga bunaqa uzun bo'lib o'sib ketgani umuman kerak emas. Birinchidan mana shunaqa og'irlik qiladida, bo'ylari bir tomonga osilib, qiyshayib o'sib ketadi va bunaqa holatda gullatish ozgina qiyin bo'ladi. Biz hozir bu gulimizni mana bu yerdan shox chiqqan bo'lsa, bitta, ikkita, uchta. Mana shu 3 ta bo'g'imni qoldirib, mana bu barglarga juda ham yaqin qilib kesmasdan sal yuqoridan kesib olamiz. Bismillah. Mana shunday qilib kesib olamiz. Endi mana bu 3 ta bo'g'im qoldirganimning sababi yo buni
tagidan yoki mana bu bargin tagidan yoki mana bu bargin tagidan shox chiqaradi. Bizga mana bu tanasi qalinroq bo'lgan joyidan shox chiqargani yaxshi. Shunda agar mana bunaqa ingichka joyidan shox chiqaradigan bo'lsa, shoxini ko'tara olmasdan egilib qoladi. Shuni evaziga tanasini qalinlashtirishimiz kerak va bu gulimiz tezda ochilib berishi kerak. Mana bu shoxida ham yangi uyg'onishlar bor. Gulimning holati juda ham yomon, achinarli holatga tushib qolgandi. Endi chiroyli bo'lib uyg'onishni boshladi. Mana bu shoxini ham tashlab olmaymiz. Buni ham mana bu tarafi pishganligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Mana shuni shunday qilib kesib olamizda. Suvga solib qo'ysak tomir otadi yoki suvga solmasdan tuproqqa ekib qo'ysak ham, teplechka qilib qo'ysak darrov ko'klab chiqadi. Buni ham tashlab olish kerak emas. Endi navbat bu gulimizni parvarishi haqida. Parvarishi bu ham mineralniy gruntga ekilgan. Mineralniy gruntni ko'p foydalanaman, sababi mineralniy gruntga ekkaningizda ip orqali suv ichadi, o'ziga kerakli bo'lgan suvni har doim ichib turadi. Ba'zida ustki qatlami quriganda usti tarafidan suv bersangiz ham hech qanaqa zarari yo'q. Nabarot yaxshi. Parvarish unaqa qiyin emas. Barglarga tez-tez sprey qilasiz, yorug' joyga qo'yasiz. Buni bitta aybi bor, bitta aybi desam ham noto'g'ri bo'ladi. Xarakteri deymanmi endi. Tezda xloroz kasalligiga uchraydi. Barglarning rangi ocharib ketadi. Bu lekin xloroz kasalligi emas, bu yangi shox bo'lganligi uchun, yangi barg bo'lganligi uchun ochiqroq rangda chiqdi va endi yashil rangga kirishni boshladi. Tez orada yashil rangga kiradi. Agar sizda Clerodendron guli shunaqa barglari yashil rangga kirmasdan ocharib ketaversa, demak bilingki, azot, fosfor, kaliy, temir moddasi yetishmovchiligi bo'lyapti. Bunaqa holatda NPK 20-20 udobreniyasidan foydalanasiz va temir moddasidan foydalanasiz. 1 litrga 2 gram solib, bemalol gullaringizni tomirlariga chanqaganda oldin oddiy suvda sug'orib olib, keyin o'sha tayyorlagan udobreningizni quyib yuborsangiz, bir 3-4 marta shunday qilib sug'orsangiz, barglari yam-yashil rangga kirishni boshlaydi. Endi navbatdagi gulimizni ko'rsataman. Bu go'zallar go'zali Murayya gulim. Buni olganimda kichkinagina, bo'ylari pastgina mana shunday gulchalar edi. Mana ba'zilari tagidan endi bolachalar bergani, mana endi mana shuncha katta bo'ldi. Mana shunaqa ko'rinishda edi, kichkinagina edi. Men buni ancha o'stirib olganimdan keyin tuvaklarni o'zgartirib, kattaroq tuvakka ekdim. Universalniy tuproqda turibdi. Mineralniy emas bu. Mana tuprog'imiz universalniy tuproq. Mana o'zidan tushgan barglarni ham chirindi sifatida olib tashlaganim yo'q, turibdi. Mana bu gulimni ko'rsatganimda kimdir so'ragan ekan, mana bu mevachalari o'zinikimi yoki bu sun'iymi deb. Bu sun'iy. Buni odamlarni jalb qilish uchun o'sha sotuvga chiqarilgan vaqtda qo'yilgan plastmassa mevachalar bular. Shunaqa xuddi o'zini mevasi ham shunaqa bo'ladi, lekin holi bu gullamadi. Bo'yini qarang, qanaqa terayday bo'lib o'sib ketgan. Mana bo'yi. Terayday bo'lib o'sib ketgan, lekin gullashdan asar ham yo'q. Gullash xayoliga ham kelgani yo'q. Bu plastmassa mevasi, xudo xohlasa o'zini mevasi bo'lganda ham shunaqa mevachalar qilsa ko'rsataman. Hozircha gullagani yo'q, lekin chiroyli bo'lib o'syapti. Barg to'kilishi juda ham ko'p bo'ladi. Ozgina chanqatib qo'ysak ham barg to'kib yuboradi, joyini almashtirsak ham barg to'kib yuboradi, sal soya joyda qolib ketsa ham barg to'kib yuboradi. Shunaqa odati bor. Shuning uchun mana tagida har doim shunaqa listopad. Mana ko'pgina barglari to'kilib, mana shunaqa yalang'och holatlarni ham kuzatish mumkin. Mana masalan, mana shu shoxidagi barglari to'kilib ketgan, bitta shoxchani o'zi qolgan. Shoxcha deganim ham mana bunaqa barg. Bitta butonda, mana bitta shoxchada shunaqa ko'pgina barg bo'ladi. Ana shu barglari to'kilib ketgan. Nimadir yoqmaydi, balkim havo quruqligi yoqmasligi mumkin. Hozir bilasiz, otopleniyalar ishlayapti, hali o'chirganimiz yo'q. Va shunaqa sarg'ayishlar ham bo'ladi. Bu Murayya.
bu yoqdan yana yangi barglar ham chiqarishda davom etyapti. Xullas, mana shunaqa holatda ozgina injiqligini hisobga olmasak juda ham chiroyli va foydali gul bu. Endi keyingi gulimizga navbat. Bu gulimni oldin ko'rsatganmanmi, yo'qmi, eslolmayman. Balkim yangi sotib olgan vaqtim ko'rsatgan bo'laman. O'sha paytlarim barglari sinib kelganda yangi chiqargan barg edi bu bitta shoxida. Undan beri mana bu bargini chiqardi, mana bu bargini chiqardi. Lekin holi to'liq barglarni katta qilib ochib keta olgani yo'q. Defenbaxia guli bu. Shunaqa bu bargini o'rtasida qarang, qanaqa zigzaglari bor, chiroyli. Antiqa sorti. To'liq nomini bilmayman, sortini qanaqa nomlanishini, lekin endi men bilan kelishyapti. Mana yangi barglar chiqaryapti yana. Holati yaxshi. Hech qanaqa chirish bo'lgani yo'q, hech qanaqa qurish bo'lgani yo'q. Kelayotganda urilgan barglari shu holatda qoldi. Men bu yoqda ham yirtilgan barglari bor. Ba'zi barglari sarg'aydi, ularni olib tashladim sovuqlik qilgan vaqti. Ba'zilari esa shu holatida yashashda davom etyapti. Mana barglari yirtilib kelganlari. Umuman meni qiynagani yo'q bu gul. Yorug' joyga qo'yibman, barglarini tez-tez sprey qilib turaman, suv purkab turaman, suvini sal chanqatibroq sug'oraman. Chunki tanasi suvdan iborat gulimizni agar haddan tashqari ko'p suv berib qo'yadigan bo'lsak, tomirlarda ham chirish bo'ladi. Sovuq joyni umuman xohlamaydi. Agar sovuq joyda qolib ketadigan bo'lsa, darrov tanasi yumshab chirishni boshlaydi. O'shaning uchun issiqroq joyga qo'yib kelyapman har doim. Umid qilaman dalshi ham barglari katta bo'lib, ochilib, chiroyli bo'lib, men xohlaganday bo'lib, mana shunday bo'lib, katta bo'lib ochilishda davom etadi. Hozircha unaqa to'liq ochilib ketgani yo'q. To'liq ochila olgani yo'q. Nimagaligini o'zim ham bilmayman. Lekin yomon emas. Men gullarimni sug'organimda qanday sug'oraman? Yaxshi tuprog'i qurishini kutaman. Turgan joyida suv quymayman. Shartta olaman, vannaga olib kiraman, iliqdan issiqroq bo'lgan suvda ham cho'miltiraman, ham tuproqlarini suvlab olaman. Shunday qilib sug'oraman. Agar udobrenyalar berish vaqti bo'lsa, orqasidan sraz udobrenyalarni beraman. Agar hasharot tushadigan xavf bo'lsa, birdaniga hasharotga qarshi dorilayman va bo'ldi. Boshqa hech qanaqa sirli bir narsalar qilmayman. Mana shu holatda o'sadi. Ba'zilar aytadi, siz gullaringizni cho'miltirasiz. Endi Telegram kanalimda juda ham ko'p ko'rsataman, cho'miltirganimni aytaman yoki gullarimni parvarishi haqida ko'rsatib boraman. Kichkina dumaloq videochalar qo'yib boraman. Va mendan so'rashadi, nima uchun sizni gulingiz cho'miladi, tuprog'ini namligi oshib ketmaydi? Biz shunaqa qilsak, darrov chirish boshlanadi, kasallik boshlanadi deydi. Buni sababi meni tuprog'im kecha cho'milgan bu gullar o'ta yengil universalniy tuproq. 50% torf bo'ladigan bo'lsa, qolgan 50% har xil aralashmalardan iborat. Agar e'tibor berib qarab turgan bo'lsangiz, mana bu tuproqda perlit, vermikulit, drevesniy o'g'il, bir siqimgina qum, biogumus ozgina, uni ham ko'p qo'shmayman, ozgina qo'shaman. Keramzit, mana lichuzapon, tialet, ceramis nima bo'lsa qo'limda hammasini aralashtirib tashlab yengil tuproq qilaman. Mana shu kecha cho'miltirganim 2 kun, uzog'i bilan 3 kunda qurib qoladi. Namligi oshib ketmaydi. Yengil tuproq bo'lsa, tez qurisa, turadigan joyiga quyosh nuri tushsa, xonangiz issiq bo'lsa, tuproq tez qurib qoladi va gulingizga hech qanaqa zarar berib qo'ymaysiz. Agar turadigan joyi sovuq bo'lsa, tuprog'ingiz og'ir tuproq bo'lsa, quyosh nuri tushmasa, gulda kasallik boshlanadi. Bunaqa holatda bunday cho'miltirishni maslahat bermayman. Turgan joyida kam-kamdan suvni nomiga, tuproqni nomiga namlab, aylantirib suv quyib turishingizni maslahat beraman. Bo'ldi, bu gulimizni joyiga olib qo'yamiz va boshqa gulga navbatni beramiz. Bu go'zallar go'zali esa anchadan beri sizlarga ko'rsatganim yo'q, Taberni Montana gulimiz. Buni deta yarim soat oldin ikkita qalamchasini kesib olib, mana shunaqa qilib suvga solib, polni teplechkaga olib qo'ydim. Oddiy suv, hech narsa aralashtirganim yo'q. O'g'il tabletka ham solganim yo'q, karnivin ham solganim yo'q.
iliq suv, oddiy suv. Prosta ikkita shoxchasini kesib oldim. Menga yoqmay turuvdi, ozgina nimjonroq bo'lib, nimjonroq desam ham noto'g'ri bo'ladi. Prosta uzun bo'lib ketuvdi-da, mana tanasini ko'rib turibsiz, hech qanaqa shox chiqarmasdan, barg chiqarmasdan, faqat uchida barglari qolgan edi. O'sha yoqmagan shoxlarni kesib oldim. Mana shu yerda edi. Mana. Endi tasavvur qiling. Mana buni o'zida shuncha uzun shox, yana bu yoqda shox chiqarmagan prosta yalang'och shoxi. Mana shuncha uzunlikda edi. O'shani uchida bargi bordi. Bu holat menga yoqmadi. Agar shox chiqaradigan bo'lsa ham yarmini qoldirdim, yarmidan ham kamrog'ini. Mana shu joylardan shox chiqishi uchun shu ikkita shoxchasini kesib oldim va suvga tomirlatishga qo'ydim. Tomirlaydimi yo'qmi bilmayman, chunki bu gul juda ham injiq gul. Agar oramizda endi gul o'stirishni boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bu guldan boshlashlaringizni tavsiya qilmayman. Chunki bu gulni mana shu holatga keltirgunimcha sochim oqardi. Rosa injiq, osonlikcha ko'klamaydi. Necha marta kesdim, mana bu yerlarni qarang, qalin-qalin shoxlardan ham kesib oldim, ingichka shoxlardan ham kesdim. Har qanaqasiga ekib ko'rdim. Tuproqqa ekib, polni teplichkaga ham oldim. Hech qanaqasiga tomir otmaydi. Umuman bola bermaydi bu. Balkim men uddasidan chiqa olmagandirman. Mana chiqmagan jondan umid. Yana bir marta urinib ko'ray. Bunaqa holatda ham hech suvga solib qo'yganim yo'q edim. Tuproqqa ekdim, moxga o'radim. Yana nimalardir qildim. Xullas hech narsani eplay olmaganimdan keyin shunaqa suvga solib qo'yishni ham bir uddasidan chiqarman balkim degan maqsadda ko'rdim. Bu gul juda injiq gul, lekin shunaqangi chiroyli ochiladi. Buni ochilganini ko'rsatganman. Telegram kanalimdagilar biladi buni. Oramizda ko'pchilik kuzatib boradi. Telegram kanalimga qo'shilib olgan. Telegram kanalimni qoldiraman. Xohlasangiz sizlar ham o'tib olsalaringiz bo'ladi. Tez-tez videoroliklar qo'yib turaman yoqda, dumaloq videochalar. Juda ham chiroyli ochilganiga qaramasdan yana buni hidi shunaqangi shirin bo'ladi va pishi zo'r bo'ladi. Shu ochilganini yaxshi ko'rganim uchun, gulini hidi yoqqanligi uchun buni men o'stirish uchun jon jahdim bilan kurashyapman. Katta daraxt qilib yuborish niyatim bor. Agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, shunaqa daraxt qilib yubora olsam ko'rsataman. Bo'lmasam bolachalarni ko'paytirishga harakat qilaman. Har doim ham topilaveradigan gul emas. Bu sal topilishi qiyin bo'lgan gul. Tabernimantani ismi. Ismi ham antiqa, o'zi ham antiqa bu gulni. Endi parvarishiga keladigan bo'lsak, oddiy universalniy tuproq, yengil tuproq. Barglariga tez-tez hasharot tushadi. Hasharotga tez-tez dorilab turaman. Yuqori namlikni yaxshi ko'radi. Va tagi qurishiga qarab suv. O'ta chanqatib yuborsangiz, darrov barglar shalpayib, to'kilishni boshlab yuboradi. Darrov to'kilib ketadi. Mana shu ba'zida qaynonamnikiga ketganimda chanqab qolganligi evaziga kelganimda birinchi o'rinda mana shu gulim ko'zimga ko'rinadi, chunki barglari har doim to'kilib ketgan bo'ladi. Qayerga ketsam, uyga kelgunimcha o'sha bargi to'kilib qolgan bo'ladi. Boshqa gullar chidaydi, lekin bu gul suvsizlikka umuman chidamaydi. Tuprog'i quridimi, suv beraverish kerak. Tuprog'i yengil quridimi, suv beraverish kerak. Barglariga har kuni sprey qilish kerak. Yorug' joyga qo'yish kerak. Keyin ham yorug' joyga qo'yganingizda ham aylantirib turishingiz kerak. Bir tarafga qarab qolsa, shu bir tarafga mana bunaqa egilib, quyoshga qarab o'sib ketadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun, tik holatda o'sishi uchun shu quyoshga bugun bu tarafini qaratib qo'ydingizmi, ertaga bunaqasiga burib, quyoshni bu tarafdan tushadigan qilib qo'ying. Shunda tanasini formasini egiltirmasdan tik holatda o'sadi gulingiz. Endi boshqa gulga navbat. Bu gulimiz kim bo'ldi? Bu Sanseveria'ni bitta sorti. Men bunga yulduzcha deb ism qo'yganman. To'liq qanaqa nomlanishini bilmayman. Va qarang. Bolachasi chiqdi yaqinda. Bu ham universalniy tuproqqa ekilgan. Bunga toshlarni ko'proq solganman. Toshlar deganda ko'chadagi oddiy toshni nazarda tutmayapman. Gullar uchun spetsialni shunaqa toshsimon narsalar chiqarilgan. Misol uchun tialet, ceramis, lichuzapon va keramzit. Bular o'sha gullar uchun maxsus chiqarilgan toshchalar. Mana shuni
toshchalarni ko'proq solganman, chunki sanseveriyalar ham sukulentlar oilasiga mansub gul hisoblanadi va bularga shunaqa toshlari ko'proq, tuproq yoqadi. Mana bu oldingi bolachasi. Buni ajratgan edim. Ajratganimdan keyin oradan hech qancha o'tmay ikkinchi bolachasini berdi. Mana bu gulimizni sotuvga qo'yganman. Telegram kanalimga o'tib olsalaringiz, mana shu gulni bolachasi narxlarini qo'yganman. Mana bunaqa stakanchaga ekib olganman. Mana tomirlarini qarang, qanaqa chiroyli bo'lib tomirlar chiqarib ketgan. Prosta xunuk ko'rinib qolmasligi uchun shunaqa kashpochaga solib qo'yibman. Bu ham ha demay onasini yetib oladi, chunki tez o'sar ekan. Buni ekkanimda bittagina mana shu shoxi edi. Endi mana bu shoxi ham o'sib chiqdi. Ichidan yana bitta shox chiqyapti. Bu gulimizni o'ta chanqatib sug'oraman. Tanasi suvdan iborat bo'ladi, sukulentlarni bilasiz. Ko'p suvni xohlamaydi. Bu fitilni palifda ham turgani yo'q. Prosta suv quyganman, kecha cho'miltirganman, o'sha suvi ozgina qolgan tagida. O'zim spetsialniy suv ham qoldiraman tagida, o'sha tomirlari namlikka qarab tezroq o'sib rivojlanishi uchun. Tomirlari baquvvat bo'lgan gul tez bolacha chiqaradi va chiroyli bo'lib barikchalar chiqaradi. Tomirlari baquvvat bo'lmagan gulda o'zgarish kamroq bo'ladi. Shuning uchun shunaqa suv solib qo'yaman. Bariklariga har zamonda sprey qilib qo'yaman. Yorug' joyda turadi. Quyoshga qo'ymaysiz. Muhammad Mustafa keldi oldimga, boshlandi shovqin. Xafa bo'lmaysizlar shovqin bo'lsa. Ikkita bolamni yoqqa qo'yib video olyapman. Xullas, mana shunaqa. Parvarishi oddiy. Ko'p suv berib qo'ymasangiz bo'ldi. Agar suvni ko'p berib qo'yadigan bo'lsangiz, darrov chirish boshlanadi. Tomirlarda ham chirish boshlanadi, tanasida ham chirish boshlanadi. Buni barigidan ko'paytirsa ham bo'ladi, lekin buni barigidan men hali ko'paytirib ko'rmadim. Faqatgina bolachalarni ajratish bilan ko'paytiryapman. Agar mana bu bariklari sal eskiradigan bo'lsa, vaqti keladi-ku, bu yoqdan ko'proq bariklar chiqaraveradi va bu bariklar eskirishni boshlaydi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, eskirayotgan bariklarni ham ko'paytirishga urinib ko'raman. Bu sanseveriyani menda turi ko'p, har xil turlari bor. Hozir videorolik davomida ko'rsatib boraman. Ingichka silindrovoy sortini qalamchasidan, mana shu shoxchasidan ko'paytirganman. Bo'ldi. Endi boshqa gulga navbat. Bu go'zallarni juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Mana bu zenze gulim. Mana bunisi esa chorniy ravin bilan varigatniy. Bularni nima uchun ikkalasini birga ko'rsatyapman? Bularni mana shunday qilib ikkita barikdan ko'paytirib olganman. Ishonasizmi yo'qmi? Kanalimni muntazam ravishda ko'rib borayotganlar biladi. Ikkita barikni mana shuni zenze bilan qora ravinni chatishtirganman. Xuddi mana shunday qilib. Mana shundan ikkalasini chatishtirganman. Bundan bitta barik olganman, bundan bitta barik olganman. Chatishtirganman. O'zi ham oldin ham chatishtirilgan zenze gulim hisoblanadi. Buni tanasiga e'tibor bering. Tanasi qanaqa qop-qora. Tanasi yashil emas, tanasi qop-qora. Bariklarni ham orqasiga e'tibor bersangiz, qora ranglari ko'p. Oldin ham ko'rsatganman buni. Tinmasdan bolachalar beryapti mana. Tinmasdan yangi bolachalar chiqarib kelyapti. Buni ham tomiri ancha qisilib qolgan. Mana tomirlarni qarang, devorlariga tegib yotibdi. Anchagina qisilgan. Buni ham tuvagini almashtirishim kerak. Lekin vaqt yo'q. Xullas, bular ikkalasi ham chatishtirilgan sortda. Mana buni esa varigatniy bilan qora ravinni chatishtirgan edim. Bitta shoxi yashil, bitta shoxi qora chiqdi. Bitta kartoshkada shunaqa ikki xil shox uyg'ongan, yashil va qora. Mana bu ham shunaqa edi. Oldin qora emas, oddiy zamiakulkis bilan zenze bor edi. O'sha bitta shoxi o'ldi. Qolgani esa prosta zenzega aylanib ketdi. Faqat rangi o'tkirroq, qoraga yaqinroq zenze. Endi qoraga yaqin desamcha o'xshamay qolishi ham mumkin. Boshqa zenzega nisbatan rangi to'qroq. Qoraga yaqin emas, rangi to'qroq. Shunaqa zenze. Bu ikkalasini shu bitta barikdan, ya'ni bir-biriga mana shunaqa chatishtirish yo'li bilan
o'stirib olganman. Zenzi, Zamyakulks gullarini shunaqa bittagina bargdan ham shunaqa chiroyli qilib kust yaratib olsangiz bo'ladi. Shunaqa zo'r gul bu. Hatto bitta bargidan ham kattagina gul o'stirib olsangiz bo'ladigan bir ajoyib gul. Bularni parvarishi suvni birinchi dushmani deb bilaman. O'ta chanqatib sug'oraman. Barglariga tez-tez sprey qilaman, yorug' joyga qo'yaman, bo'ldi. Tuproqlari ko'rib turganingizda universalniy tuproq. Buni ham tanasi suvdan iborat bo'lganligi uchun ko'proq toshchalar aralashtirganman. Ko'proq qorishmalar aralashtirganman. Bular ham kecha cho'milgan, tagidan yana bolachalar chiqarishda davom etyapti. Mana bu yoqdan bitta, yana qayerdadir bor edi. Mana bu yoqdan ham bitta bolachasi chiqargan. Xullas yaxshi. Parvarishi o'ta oddiy, qiyin bo'lmagan gul mana shular bo'ladi men uchun. Agar suvni ko'p berib qo'ydingizmi, turgan joyi sog'lik qildimi, tomirlari sovqatib qoldimi, darrov chirishni boshlaydi. Agar shunaqa chirishlar bo'lmasin desangiz, chanqatib sug'oring, yaxshi tuproq tanlab bering va barglarga sprey qiling, yorug' joyga qo'ying. Yorug' joyga qo'ysangiz, barglari tiqis bo'lib, bir-biriga yaqin bo'lib, chiroyli bo'lib o'sadi. Tanasi ham qalin bo'lib chiqadi, bolachalari ham qalin bo'lib chiqadi. Agar buni quyosh nuri tushmaydigan joyga, soya joyda ham o'sadi. Shunaqa joyga qo'yib qo'ysangiz, tanasi ingichka, nimjon bo'ladi, yoqqa yiqilib, qiyshayib, xunuklashib o'sadi va barglarni orasi mana bunday tiqis bo'lmaydi-da, uzoq bo'ladi va bu juda ham xunuk ko'rinadi. Barglari tiqis o'sishini xohlasangiz, yorug' joyga qo'ying. Bo'ldi. Juda ham oson. Endi boshqa gullarga navbat. Endi navbat sanseveriyalarga, yana bitta sorti. Bu Moonshine degan sorti. Shunaqa rangi silver rang. Juda ham chiroyli rang. Voy, buni qarang. Tagidan bolacha chiqarishni boshlabdi. Hozir ko'rib qoldim. Ko'rganim yo'q edim. Qarang, tuproq qanaqa qurib, qaqshab ketgan. Yaqindagina cho'miltirgan edim. Shunaqa qurib, qaqshab ketadi tuproq yengil bo'lgani evaziga. Lekin hech qachon aldanmang. Tuproqning ustki qatlami quruq bo'lgani bilan mana pastki qatlami nam holatda bo'ladi. Shunaqa nam holatda turgan bo'lsa, holi buni sug'ormaymiz. Shu holatda saqlab turaveramiz. Polni quriydi. Tag qismi ham undan keyin cho'miltiraman. Chunki sanseveriyalar ko'p suvni xohlamaydi. Ko'p suv berdingizmi, chirib qoladi. Bolachasini qarang, qanday chiqib kelyapti. Tuvagam deformatsiya bo'lishni boshlabdi. Bu mana shu sanseveriyamni bolasi, mana bu. Nima uchun bunaqa rang chiqqan bilasizmi? Buni bargidan ko'paytirganman. Bargini kesib olganman, bo'lakchalarga bo'lganman va ekkanimda mana shunaqa bolachalar bergan. Ikkalasini rangi ikki xil. Sanseveriyalarni bargidan ko'paytirganingizda o'ziday bola chiqarmaydi. Mana shunaqa boshqacha rang chiqaradi, oddiyroq bo'lib chiqaradi. Keyin ham bu sanseveriya karlikovый sorti edi, bo'yi past, pakana sorti edi. Nimagadir meni sanseveriya gulim bo'yi qarang, o'sib ketyapti. Meni qarichim 20 sm. Mana bir qarich, ikki qarichdan baland. Bu holi yana o'sishda davom etadi. O'zi Moonshine'lar meni bilishimcha karlikovый sorti, ya'ni pakana sorti bo'ladi. Ularning bo'yi uzun bo'lmasdi. Nima uchun bu o'sib ketyapti, men hayronman. Mana bu rangini ozgina o'zgartirdi. Bu bilan buni rangini qarang, to'qlashdi. Bu esa yangi chiqargan barglari, yangi chiqargan bolachalari chiroyli bo'lib o'syapti. Xullas, mana shunaqa. O'ta chanqatib sug'oraman. Mayli, bunaqa rang chiqsa ham men xafa bo'lmadim, chunki bu ham bitta sortni kashf qildik degani. Moonshine'ning bolachasi. Mana chiroyli bo'lib o'syapti. 2 qavatlik kashboda bu ochilishi ham qiyin bo'ldi. Bunaqa uzun tuvakka ekilmagan, mana kichkinagina. Bu tuvakni yarmiga keladi ichi. Shunaqa uzun tuvakda emas, qisqagina, kichkinagina tuvakchada. Hozir yana boshqa sanseverialarimni ham ko'rsataman. Babam, mana bu ham
sanseveriyani karlikovый sorti edi. Buni olganimda bitta dona edi. Kichkinagina bolachasini Andijondan 5000 gami, 8000 gami olgan edim. Mana shu edi adashmasam onasi. Chunki bariklari eskirgandan bilsangiz bo'ladi. Va bittagina sanseveriyam kichkinagina tuvakchada edi. Yonidan bolachalar chiqarib oxiri katta tuvakka o'tdi va katta tuvakni ham to'ldirib o'sib ketdi. Endi menda shunaqa katta pishni bo'lgan gul bor. Buni ham bo'yi aytganimdek mana onasi. Mana shu onasi. Kichkinagina karlikovый sorti deb bergandi. Nimagadir buni ham bo'yi o'sib ketyapti. Mana oxirgi chiqargan bolachalari buni ham oz qarishlaymiz. 1 qarich, 2 qarich, 2,5 qarich. 2,5 qarich bo'lib o'sgan. Juda ham oson. Ha deb tagidan bolachalar chiqarib ketaverdi. Balkim meni qo'lim yoqqandir, balkim yaratib bergan sharoitim yoqqandir, bilmadim. Lekin o'zim ham xursandman, gulim ham xursand. Mana bularga e'tibor bermang. Bular mana jalyuzini tushiramiz, ko'taramiz. Derazada turganligi uchun gullarim o'sha jalyuzi tegib uchlarini shunaqa sindirib tashlagan. Oyna tarafda turganlarni bo'yi ham baland, yaradorligi ham kamroq. Juda chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Buni o'ta chanqatib sug'oraman. Barglarga tez-tez sprey qilaman. Men har kuni gullarimga sprey qilaman. Va quyosh yaxshi tushadigan derazamda turibdi. Hozir quyosh kuydirayotgani yo'q. Agar mabodo kuydiradigan quyosh boshlanib qolsa ham ozgina soyroq joyga o'tkazib turaman. Endi keyingi gulimizga navbat. Bu gulimizning ismi kim edi? Voy tavba. Ismi nima edi buni? Ismi esimdan chiqib qoldi. Kardilena. Ismi ham bir. Mana shunaqa kardilena. Bu ham bitta dona edi. Adashmasam balkim 2 tamida bilmayman. Xullas kichkinagina edi. Esimda yo'q. Tochni nechtaligi ham menimcha bitta edi. Kardilena gulini ekkanimdan keyin, o'stirishni boshlaganimdan keyin mana ichida bir dunyo bolachalar o'sib chiqdi. Tagidan bolachalar chiqib kelaveradi. Mana bolachalar. Ko'pgina bo'lib ketgan. Men bu yoqqa bitta mandarinmi, apelsinnimi urug'ini tashlab qo'ygan edim, bu ham o'sib chiqibdi. Qarang, qanaqa zo'r holatda, umuman yiqilmaydi. Quyosh nuri yaxshi tushadigan derazamda turibdi. Shuning uchun tanalari baquvvat. Barglari ham bir-biriga juda ham yaqin. Qarang barglarni. Mana shunaqa quyosh nuriga to'yingan gullar bargini ham baquvvat chiqaradi, tanasini ham baquvvat qilib ushlaydi, yiqilib qolmaydi, har tomonga qiyshayib yiqilib qolmaydi. Buni qalamchasini kesib olish yo'li bilan ham ko'paytirsa bo'ladi. Men ko'paytirib ko'rib, sotuvga ham qo'yib yuborganman. Mana bunaqa barglarni sarg'ayishi bu havo quruqligidan, ya'ni otopleniyani ustida turadi, deraza tokchasida. O'sha otopleniydan taralgan issiq bargini kuydirib tashlabdi. Buni men har doim derazani eng chekka joyiga qo'yib qo'yardim. Lekin mana derazani ochamiz, yopamiz, bolalar joyini almashtirib qo'yadi bilmasdan. Gullarim shunaqa ba'zida qiynalib qoladi. Mayli, bu ham bir yaxshilikka, bunda ham bir hikmat bordir. Mana shunday qilib kesib tashlasak, mana kesib tashlasak, hech narsa qolmaydi. Chiroyli bo'lib o'sishda davom etadi. Mana bunday barglarni uchlarining sarg'ayishi aytib o'tganimday, bular hammasi havo namligini pastligidan dalolat. Iloji boricha tez-tez sprey qilib turasizlar. Bu suvni yaxshi ko'radi. Tagi qurishiga qarab darov suv beraveraman. Darov cho'milishga kirib chiqaveradi. Men aytganimdek, turgan joyda suv berishni yoqtirmayman. Chanqadimi? Birdaniga cho'miltirib tashlayman. Top-toza qilib joyiga qo'yib qo'yaveraman. Tagidan bolachasini ajratish yo'li bilan ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Qalamchasini kesib olib suvga solib qo'ysangiz tomirlaydi. Bu ham to'g'ri usul. Bularni har qanaqasiga ko'paytirib ko'rdim. Juda ham yaxshi ko'payadi. Parvarishi oddiy. Umuman qiynamaydi. Universalni tuprog'ida turibdi. Mana tuprog'i. Udobrenyalarni endi mana udobrenyalar beradigan vaqt keldi.
har 15 kun 20 kunda udobreniylar beriladi. Endi keyingi gulimizga navbat. Mana meni Radirmahera gulim rosa chanqab qolgan shekilli. Yo'q, tuprog'i nam ekan. Chanqadimi barglarni darrov to'kib yuboradi. Chanqadimi darrov shalpayishni boshlaydi. Lekin juda ham oson o'stiradigan gul ekan. Umuman bechora hamma sharoitga ko'nikadi. Salqinroq joyga ham ko'nikadi, issiqroq joyga ham ko'nikadi, lekin ko'nikadi. Bir ko'nikkuncha barglarni to'kdi, rosa barg to'kdi kelgan vaqti, lekin juda ham ko'p shoxchalar uyg'onib, chiroyli bo'lib o'sishda davom etyapti. Mana bu yoqqa e'tibor bersalaringiz, yangi bargchalar chiqishni boshlagan yana. Buni ham tuvagi bunaqa o'ziga juda katta emas. Tanasiga e'tibor bersangiz, bu tanasiga nisbatan mana shu tuvak juda ham mos. Hatto ozgina torlik ham qilyapti, lekin men yaxshi ko'raman tor tuvaklarda gullarni o'stirishni, chunki tomirlari qisilib o'sgan gul tezroq yuqoriga o'zgarishi bo'ladi. Agar katta tuvakka ekib qo'ysak, suv quyganimizda tuprog'i tez qurimaydi, tomirlarda kasallik boshlanaveradi va gulimiz toki o'sha katta tuvakni tomirlari bilan to'ldirib olmaguncha yuqoriga o'zgarish juda ham sekin bo'ladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun har doim kichkina tuvaklarga ekaman gullarimni. Bu esa Malachaya gulim. Buni olganimni ham kanalimni muntazam ravishda ko'rib borayotganlar biladi. Juda ham kichkinagina Malachaya edi. Tinimsiz bechora ochiladi. Hozir ham ochilib mana gulchasi eskirdi o'sha gulchasi. Mana gulchasi. Oq ochiladi, keyin sariq rangga kiradi, ba'zida rozoviy rangga ham o'zgaradi. Malachaya gulini chanqatib sug'oraman. Tuprog'i qurib ketadi. Mana tuprog'ini qarang, juda ham qurib ketgan. Shunaqa qurib ketguncha suv bermayman. Quyosh eng ko'p tushadigan derazamda turadi. Ba'zida shunaqa kuydiradi ham quyosh. Ba'zida atapleniyadan taralayotgan issiqdan ham shunaqa sarg'ayadi, havo namligi pastlik qilib. Ba'zida mana shunaqa barglarni sarg'aytiradi. Bu qo'rqinchli emas. Ba'zilar nimagadir Malachaya gulim barg sarg'aytirib yuboryapti, barg tushiryapti deydi. Eskirgan barglarni tashlasa bu qo'rqinchli emas. Qalamchasidan ko'paytirsangiz bo'ladi. Buni men bir necha marta ko'paytirdim. Telegram kanalimdagilar bolachalardan sotib ham oldi, chunki bu gulni sorti shunaqa sort. Mana gul ochildi. Mana shu svetanosi. Mana shu ochilgan gulidan shox chiqib ketadi. Bunaqa shoxlari rosa ko'p. Mana bu ham misol uchun bitta svetanosi edi. Bu ham mana shox chiqarib ketgan. Mana bu yoqda ham ko'rib turibsiz. Bu yoqda ham xuddi shunaqa svetanosidan shox chiqarib ketadi. Shunaqa ajoyib sortida. Mana bular ham xuddi shunday svetanosidan shox chiqargan. Mana bu yoqda ham shunaqa. Mana bu yoqda ham shunaqa sal kattaroq shoxini ham ko'rsataman. Hatto mana bu ham guli edi. Mana shunday shoxlab ketdi. Xullas shunaqa sorti gulidan shox chiqib ketadi. Ba'zida guli mana shunday bo'lib to'kilib eskiradi, ba'zida shunaqa shoxlab ketadi. Shunaqa antiqa sort bo'lganligi uchun juda ko'pchilik qiziqdi bu gulimga va ko'paytirishimni iltimos qilishdi. Ko'paytirdim, sotuvga qo'ydim, sotib olishdi. Hozir esa gulim shunaqa chiroyli bo'lib o'syapti. Shunaqa sarg'aygan barglarni kesib, to'g'irlab o'tirmasdan ba'zida yurib olib tashlayman, ham g'ashim kelib. Barglarga har kun sprey qilaman. Chunki uy issiq, atapleniyadan taralayotgan issiq ham plus bunga yomon ta'sir qiladi. Quyoshdan ko'p nur ham tushadi bunga. U yomon ta'sir qilmasa ham baribir issiq bo'lib ketganligi evaziga tez sprey qilaman. Suvni esa chanqatib qo'yaman. Mana shunaqa holatda Malachaya gulim. Tanalari qalin bo'lib ketgan. Mana bu cho'pni har ehtimolga qarshi suqib qo'yibman. Bunga hech qanaqa osilgani yo'q, mana tekkani yo'q. Bu cho'pni hech qanaqa daxli yo'q gulimizga. Prosta shunchaki qo'yibman. Mabodoga deb. Bo'ldi. Keyingi gulimizga navbat endi.
Bu esa portulakariya gulim. O'tgan safar videorolik tayyorlaganimda portulakariya gulini prosta mana shu yerdan buyog'ini dumaloq shaklda qoldirgan edim. Lekin videorolik olib bo'lganimdan keyin buni Telegram kanalimdagilar biladi, ko'rsatganman. Sizlarga endi aytayapman. Mana shu yog'idan buyog'ini qoldirgandim. Videorolik olib bo'lganimdan keyin o'zimga o'zim nima uchun bunaqa qilib qoldirdim? Mana shu bo'yi hech o'smaydi. Endi menga bo'yi balandroq bo'lish kerak bu gulimni. Men mana shag'igacha bironta shoxini ham, bargini ham qoldirmasdan kesishim kerak. Shundan endi buyog'ini dumaloq shapichka qilaman deb qaror qilib qoldim. Lekin videorolik olib bo'lgan edim. Shuning uchun ko'rsata olmadim. Lekin Telegram kanalimdagilarga tezda ko'rsatdim. Hozir qarang, mana yana shoxchalar uyg'onibdi. Bularni olib tashlayman. Menga kerak emas. Chunki mana shundan buyog'ini shapichka qilaman. Dumaloq qilaman. Bo'yi balandroq bo'lishini xohladim. Mana bu tarafi tanasi bo'lishini, bo'yi bo'lishini xohladim. Shuning uchun mana shunday qilib o'stiraman. Bu yoqdan chiqayotgan shoxchalarini shunday kesib olib tashlayveraman. Bu yoqdan shox o'sishiga, barg o'sishiga umuman yo'l qo'ymayman. Xohlagan joyda men bu yoqlardan o'saversin. Kesganimdan keyin qarang, qancha ko'p shoxchalar uyg'ondi. Kamgina shoxcha qoldi. Hozir buni bolachasini ham ko'rsataman. Mana bunaqa qilib 4 tami 5 ta shoxchani bir-biriga o'rab o'stirgan edik, ekkan edik. Mana qarang, yangi tanasida uyg'onishlar bor. Kichkina barikchalar uyg'onishni boshlagan. Mana bu yoqlarda ham tanasida uyg'onish bor. Mana bu yoqlarda ham mana ko'rinayotgan bo'lsa, kichkina shoxchalar uyg'onishni boshlagan. Bu shoxchalarni chiqqani bilan hammasini olib tashlayman. Men bu yog'i holi salgina o'ziga kelish qiyin bo'lib turibdi, lekin bu yoqda ham mana yangi bolachasi bor. Shoxchalar uyg'ongan. Tomirlarini chanqatib sug'oryapman. Hozircha bunda tomir ko'ringani yo'q. Tomir ko'ringandan keyin o'zini yaxshi tiklab ketadi. Qolgan shoxchalari mana kichkina shoxchalarni ekkaman, mana tomirlari ko'rinib qolgan. Bular ko'klab ketdi. Men bu yoqdagi qalin shoxlarni kesib olganlarimni ham tashlab yubormaganman. Bularni ham mana ekdim. Tomirlab ketdi mana tomirchalari. Shunaqa bu. Mana tagidan ham ko'rsangiz bo'ladi, tomirchalari chiqib kelganini. Bular yaxshi holatda. Qalamchalardan ko'paytirsangiz bo'ladi bemalol. Suvni tagi qurishiga qarab beraman, sal chanqatibroq sug'oraman, barglarga har kun sprey qilaman. Quyosh yaxshi tushadigan derazam bu oshxonamning derazasi, oshxonamning derazasida turadi. Qalamchalardan ko'paytirishni ko'rsatdim. Kimga darslik qiziq bo'lsa, o'tgan safargi videoroliklarimni bemalol ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Endi boshqa gulga navbat. Bu gulimiz Pedilantus guli. Buni akamdan bittagina qalamchasini olib kelgan edim. Eslaringizda bo'lsa. Ingichka uzun qalamcha edi. O'sha qalamchani suvga tomirlatib ekib, kesaverdim. Oxiri yo'q kesishni va kesgan sarim tanasi qalinlashaverdi. Kesgan sarim yonlaridan shox ko'p uyg'onaverdi va ko'rib turganingizdek mana shunaqa chiroyli ko'zni yaratib oldik. Men bunaqa qilib silkilab ko'rsatayotganimning sababi ba'zilarning Pedilantus guli bunaqa o'zini tik holatda ushlolmaydi. Barglari, shoxlari uzun bo'lib ketadi, har tomonga yoyilib, yayrab o'sib ketadi. Bunga sabab kesmaslik. Kesmasangiz shunaqa uzun bo'lib tanasi ingichka bo'lib ketaveradi. Quyosh yaxshi tushadigan derazamda turadi. Tagi qurishiga qarab suv beraman va barglarga har kuni 2-3 martalab sprey qilaman. Va ko'rib turganingizdek tez kesib turaman. Shu tez kesganim evaziga borgan sari tanasi ham qalinlashadi, chiqarayotgan shoxlari ham qalinlashib chiqadi, barglari ham qattiq, katta bo'lib chiqadi. Buni qalamchalarini kesib suvga solaman. 15 kun, 20 kunda tomir chiqarib qoladi. Ekaman, sotuvga qo'yib yuboraman. Juda ko'pchilik mana shu gulimni bolachasidan sotib olgan. Telegram kanalimda. Mana shunaqa bo'lib o'syapti. Qarang qanaqa mustahkam. Tuvagi ham kichkinagina, bunaqa katta tuvak emas. Kichkinagina tuvakcha.
Mana shunday yarmigacha kelganlarcha. Bo'ldi, mana shu. Endi boshqa gulga navbat. Bu gulim Epipremium Zolotiste. Yaqinda kesib ko'paytirishga qo'ygandim. Menimcha Telegram kanalimda ko'rsatdimmi yoki YouTube kanalimda ko'rsatdimmi, joylashtirgandim. Qarang, yangi kesganimdan keyin yangi bargchalari shunaqa chiroyli bo'lib. Har safar shunaqa bo'lib chiqadi. Mana bunaqa yashil rangga aylanib boshlaydi, mana yashil rangga aylanib boshlaydi, variegatnilikni yo'qotib boshlaydi. Siraz kesaman, mana kesdim. Qarang, yonidan qanaqa shox chiqdi. Mana variegatni shox. Yaqinroqdan ham ko'rsatay. Mana bu eski shoxi edi. Men kesdim. Mana yangi shoxi variegatni bo'lib chiqdi. Kesmasam shunaqa yashil rangga aylanib ketaveradi. Kesdimmi, yangidan yangi chiroyli barglar chiqarishni boshlaydi. Va barglari ham borgan sari katta bo'lib boradi. Mana bu aporani ham hisobga olishimiz kerak. Aporani tez suv sepib turaman, nam holatda ushlashga harakat qilaman va bu narsa gulimizga juda ham yoqadi. Yuqori namlikni yaxshi ko'radigan gul hisoblanadi. Buni bolachalarini sotuvga qo'yganman. Juda ham chiroyli holatda bu gulimiz, bolachalari ham. Hozir ularni ham ko'rsataman. Mana bolachalari. Buni qarang, qanaqa chiroyli bolachalari. Barglarni qarang, qanday chiroyli. Hamma bargida variegatnilik bor. Tomirlarni qarang. Qanaqa bo'lib o'sib ketgan. 2 stakan kiydirib qo'yaman, suv quyganimda ortiqcha suv bu stakanga tushishi uchun, turgan joyi rasvo bo'lib qolmasligi uchun. Ba'zilar nima uchun 2 stakan qo'ygansiz, biron siri bormi deb so'raydi. Buni qarang, qanaqa chiroyli. Va pishi chiroyli. Oldin mana bunaqa rang bermas edi bu gulim. Endi mana shunaqa rang berishni boshladi. Xuddi tilla rangday. Bekorga Epipremium Zolotiste emas ekan bu. Bunaqa olachupor barglari bor edi, lekin mana bunaqa bargi yo'q edi. Endi chiqa boshladi. Bunda ham mana yangi barglarda xuddi shunaqa barglar chiqa boshlagan. Bu ham tomirlarni qarang, qanaqa. Suvga solib qo'yasiz, 1 hafta 10 kunda tomir chiqaradi, universalni tuproqqa ekib qo'yasiz. Buni qancha kessangiz, yonidan shuncha ko'p shoxlaydi va gulingiz tanasi bittagina bo'lib, xunuk bo'lib barglarni to'kib, faqat tanasini o'zidan iborat bo'lib qolmaydi-da. O'sha bitta joyini kesdingizmi, kamida 3 ta 4 ta joydan shox uyg'onadi va gulingiz o'zidan o'zi mana shunaqa pishni holatda bo'lib o'sib ketaveradi. Buni yana mana o'sib chiqqanlarni mana qilib bog'lab qo'yishim kerak. Shu aporaga aylantirib bog'lab ketaman. Kaltagina qilib kesib tashlagan edim. Qarang, qanaqa chiroyli bo'lib o'syapti. Suvni yaxshi ko'radi. Tagi qurishiga qarab suv beraman. O'ta chanqatib yubormayman. Quridimi darrov suv beraman. Va har kuni 2-3 marta sprey qilaman. Ya'ni suv purkayman. Udobrenyalarni shu paytgacha berganim yo'q edim. Qishda hamma gullarim dam oladi. Birontasiga hech qanaqa udobrenya bermayman. Faqat oddiy suvda cho'miltirib turaman, oddiy suvda sug'orib turaman. Lekin endi mana 15-fevraldan keyin bemalol udobrenyalarni beraversalaringiz bo'ladi. Xohlagan udobreniyalarningizni bersangiz bo'ladi. Men ham endi udobrenyalarni berishni boshlayman. Kimga kerak bo'lsa, Telegram kanalim qoldiraman. Bolachalardan pochta qilib chiqarib beraman. Yana bitta yangilikni ko'rsatmoqchiman. Mana bu orxideya gulim. Neni qizimni, Maryamxonni orxideyasi edi. Barglari ko'pgina edi. Ayrim sabablarga ko'ra, ya'ni azali bo'lib qoldik bizlar. O'sha 94 ga kirgan momomizni ko'pga qo'shdik. O'sha momomizni marakalari bilan bo'lib qoldim va gullarim ancha chanqab qolgan ekan. Kesam shunaqa barg to'kib qopti. Hammasini olib tashladim olganimcha, lekin mana bu guli gullab, endi mana tugatyapti. Bittagina g'uncha qilgandi, o'sha g'unchasi to'kilib ketmadi. Buni men tuvagini almashtirgandim, Mox Fagnumga ekkan edim. Tomirlari holi juda ko'ringani yo'q. Moxni ichida turibdi. O'ta chanqatib yuborganim evaziga o'zimda ayb. Mana shunaqa holatga keldi, lekin mayli, chiqsa yo'q. Mana buni bankada o'stirardim, esingizda bo'lsa, buni ham Mox Fagnumga o'tkazganimdan keyin qarang qanaqa tomirlar chiqardi. Yangi sveji tomirlari ko'rinishni boshladi.
va bu yoqdan yangi barik chiqarishni boshladi. Bu gulim har doim bitta barik chiqaradi, bittasini to'kadi, bitta barik chiqaradi, bittasini to'kadi. Pustoy bankada o'sar edi. Chanqaganda suv berib turardim, lekin uddasidan chiqolmaganligim uchun Moxsvagnumga ekdim va endi o'ziga kelishni boshladi. Endi afsuslanib o'tiribman, nima uchun shuni oldinroq Moxsvagnumga ekmadim ekan? Shu paytgacha ancha katta bo'lib qolardi gulim deb o'yladim. Mana bunisi barik to'kdi, balkim barik yana chiqarib ketar, balkim umidimizni uzganimiz yo'q. Lekin bunisi o'sha yaxshi natijalar bilan ko'rinib boshladi. Mayli, nima bo'lganda ham yana kuzatuvda davom etamiz. Agar yaxshi tarafga o'zgarish bo'lsa, ko'rsataman. Hozir yana bitta gulimni ko'rsataman. Bu oxirgi gulim. Menda gullar juda ham ko'p, 100 ga yaqin gullarim bor, lekin ularni har bittasini bittalab ko'rsatib o'tiradigan bo'lsam, bizga 2 kun ham yetmaydi. 2 kunlab video olish menga jalqa emas, umuman qiyin joyi yo'q. Prosta hozir rozada bo'lganligim uchun o'sha tomog'im qurishni boshladi. Mana shu gulni ko'rsataman-da, keyin to'xtataman videorolikni. Agar esingizda bo'lsa, mana bu gulimizni o'tgan safargi videoroliklarimizdan birida kesgan edik. Kesib, buni boshqacha yo'l bilan shoxlatmoqchiman degandim. Keling, birinchi mana shu yuqori qismini, mana shu yerdan kesib olgan gulimni yuqori qismini suvga solib qo'yganimdan keyin mana tomirlashni boshladi. Atrofidan anchagina tomirchalar chiqadi. Oddiy suv, hech narsa solganim yo'q suvga. Shisha idishda turibdi. Mana shunaqa holatda tomirlatyapman. Bitta ham bargini tushirgani yo'q. Qanday qo'ygan bo'lsam, shunday turibdi. Endi keling, onasini ko'ramiz. Bu onasi. Mana onasiga esingizda bo'lsa, vlajniy salfetkani oqar suvda yaxshilab yuvib, ikkita vlajniy salfetkani o'rab qo'ygandim. O'sha vlajniy salfetkani где-то 5 kun ushlab turdim va ustidan salafanni, mana shu salafanni bog'lab qo'ygan edim. 5 kundan keyin o'sha vlajniy salfetkani olib tashladim va salafanni o'zini mana shunday qilib bog'lab qo'ydim. Salafanni faqat gulimizni tanasiga tekkizmadim. Ko'rib turganingizdek, bizda bitta emas, ikkita emas, 3 ta emas, naqd 10 ta shox uyg'ondi. Ko'rinyaptimi sizlarga? Sanab chiqishlaringiz ham mumkin. Aylantirib turaman. 10 ta shox uyg'ondi. Endi buni nechtasi dalshi o'sib ketadi, nechtasi qoladi bilmayman. Lekin hozircha hamma mana shu bo'rtib chiqqan, mana bu yoqlardan ham bo'rtishni boshlagan, hammasi tanasini yorib chiqmaguncha mana shu teplechkada saqlab turaman. Sizlarga o'shanda aytgan edim, holi sizlar bu ishni qilmay turingizlar, men natija olay, undan keyin agar yaxshi natijaga erishsam ko'rsataman va shunday qilib shoxlatishni yo'lga qo'yib olsangiz bo'ladi. Hozircha qilmay turingizlar degandim. Endi bemalol qilaveringizlar. O'sha darsligimda ko'rib chiqingizlar, qanday qilib kesgan bo'lsam, qanday qilib vlajniy salfetkalarni joylagan bo'lsam, bemalol shunday qilib o'stirib olsalaringiz bo'ladi. Mana hozircha mini parnikcha qilib qo'yganman. Mana shu parnikchani ichida qarang, salafanning ichi terlab turibdi. Havo yuqori namlik yaratiladi. O'sha namlik yaratilganligi evaziga mana shular yorib chiqishi oson bo'ladi. Har zamonda ochib shamollatib sprey ham qilib turibman. Oddiy suvda suv sepib qo'yaman. Namlik yana ham yuqori bo'lsin deb. Keyin yana salafanni kiydiraman, bog'lab qo'yaman. Va natija zo'r. Xudo xohlasa chiroyli bo'lib shoxchalar uyg'onadi. Ularni formaga solib o'stiraman. Endi bitta tanada bittagina shapichka emas, 10 ta. Mayli boringki 8 ta bo'lsin. Mayli 5 ta bo'lsin ham. Xalaqib bermasligi uchun bir-biriga shunday chiroyli qilib formaga solamanda, Xudo xohlasa uni ham o'stiraman. O'rtoqlar, shu bilan shu yerda videorolikni yakunlayman. Aytib o'tganimdek, tomog'im qurishni boshladi.
tez gapirishga harakat qildim, tez o'tkazib yuborishga harakat qildim. Agar xohlasalaringiz kommentariyada yozib qoldiringizlar. Keyingi videoroliklarni mana shu videorolikni davomi qilib chiqaraman. Qolgan gullarimni ham sekin-sekin ko'rsataman. Hozir faqatgina bolalarimni xonasidagi gullarni va oshxonamni derazasida turgan gullarni ko'rsatdim. Spalnida gullar bor, magazinimda gullar bor, stelajlarimda gullar bor. Gullar juda ham ko'p menda. 100 dan ham ortiqdir balkim, sanab ham ko'rmaganman. Iloji boricha keyingi videoroliklarimizda davomini qo'yishga harakat qilaman. Kommentariyada yozib qoldiring. Telegram kanalimni qoldiraman, o'tib ulanib oling. Savollaringiz bo'lsa, bemalol savollaringizni qoldirsangiz, Telegram kanalimda ham javob berib boraman. Qo'limdan kelgancha, bolalarimdan ort olganimcha mana rosa 1 soatdan beri laqillab vaqt o'tganini ham bilmay qoldim. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing. Kamchiliklar bo'lsa, qayerdadir xato gapirib yuborgan bo'lsam, shoshilib ikki xayolim bolalarimda turibdi, nima bo'ldi ekan, qanaqa bo'ldi ekan deb kamchiliklar bo'ladi-ku. O'shanaqa kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bora uzr so'rayman. Hammalaringiz sog' salomat bo'lingizlar, ro'zalarni yaxshi o'tkazib olingizlar. Hammaga sabr, toqat, kuch, quvvat tilayman. Sog'lik, salomatlikda yana ko'rishguncha xayr.